Greenford emas aka. Shunaqa. Simentali gibrid, uchalasi ham. Birinchiga yesa ham bu ham. Mollar chunki uzunliklarini ham qarang. Qo'zoqda bu qolar, oyoq qo'li ham, o'zi ham. To'g'ri. Bular kuchlar yo'q-a, uchovini ham. Yo'q, bular bo'za aka hali. Bitirib qo'ygan mol emas aka bu. Qarang, tuyog'ini. Butunligini qarang. O'nganlarini qarang bu qana aka. Turishlar xarakterlari ham qachon joyga turadigan. O'ta yuvosh ekan jamoa. Tozasi ekan bu qarang. Bitta bizga qarab qo'y. So'ngga tushib berasanmi? Video telefonni yopamiz akalar bu qarang turishini. Qarang janovorlar aka. Peshanasi oqi ham zo'r tushgan ekan lekin bor. Janovor bekami ko'rsa aka. Aka, haligi bezayetda polvonligiga e'tibor bersin. Haqiqiy oqtum shu oq quloqni baqaman degan ishqiboz. Uzunligini qarang, uzunligini buni jonivorda. Qarang. Aka buni narxini aytsin, narxini. Qancha? Kichik ekandir, bu katta buqa ekan, mashinasiga 32 deydi, 31 deydi. 30 ham demayman men aka. Yo'q-a? Realni olaman degani 29 million ham yo'q. O, narxni eshiting. Bizda shu kanalingizda aka obunachilar uchun bo'lyapti. Bundan jupini 50 million deydigan aka. Bizda unaqa narx bo'lmaydi. Bo'pti, qani? Mana ikkovini olaman deganiga 500 mingdan bo'lsa ham 1 million 49 million kam bo'ladi. Oson 48 million so'mga 24 million bitadi. 24 million so'mdan. Shvedlarda xayri kam bo'ladi ham. 24 million so'mdan donlab nima deymiz? Tanlasa kelisha olamiz, tanlashiga qarab aka. Tanlashiga qarab. Aka, lekin jupini ko'p farq qilmaydi lekin. 24 million so'mdan vodiy va dastakasi ichida xayriyati ham bor. Sharoit qarang, sharoitda akalar. Issiq bo'lsa ham mollar maza qilib, salqinda, xudo xolasa yashayapti. Kechki dasturimizga aka-ukalar manaqangi buqalarni chiroyli video obzor qilib beramiz. 24.7 kelaverasizlar. Ishdan keldingizmi? Vaqt olmayaptimi kunduzi? Aka kelavering, mana chiroqlar bor. Yorug'da xudo xolasa bemalol bozor qilib, sodalashib olaverasizlar. Biz Arzonchilar mahallasi Ayrilishdamiz. Andijon viloyati Andijon tumani Ayrilish. Bilasizlar, bu yerda bari arzonchilar to'plangan. Xudo xolasa bugun 8 bosh buqa bor, yemga tayyor. Xudo xolasa itlari baland, kuchli buqalar. Shuni qarang aka. Orqalari shvedlar. Hurmatli chorvadorlar, aka-ukalari bilan maslahatlashib, ota-ona bilan maslahatlashib, xudo xolasa bemalol savdo qilib olaverasizlar. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli savol ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Yaxshi yemga tayyor buqa bo'lsa olardim deganlarga 8 bosh ishonchli joydan buqalar bor. Tavsiya qilaman. Bugun hafta kuniga 20-iyun bo'lyapti, haftani shanbasi. Telefon qilaverasizlar, postoyanno shu bolada shunaqa buqalar bo'ladi. Nomerini sarang qilib qo'ying. Xudo xolasa ishingizni bitkazadi. Qanaqa buqa desalaringiz topib beradi. Laklarni bosib turasizlar. Sizlar uchun sodalashib, bozor qilib, xudo xolasa video obzor chiroylisini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Sizmisiz? Rahmat, obunachilarimizga ham salom aka. Bugunga 8 bosh buqalar. Bugunga 8 dona xudo xolasa ma'nilik, mazmunli buqalar aka. Gap yo'q. Narxlarini ham nihoyatda go'zal qilib chiqarib beramiz xudo xolasa aka. Kam bo'lmang. Sharoitlar bor, kelishaveradi kech paytga ham. Kechki salqinda chiqaryapmiz, obunachilarimiz bob bo'lsin deb. Dam olib yotganda issiqda ham kunduz to'g'risi toqat yo'qlar kelolmashi mumkin. To'g'ri. Akalar salqinda mana aka-uka bilan maslahatlashib, kelib, mana sodalashib olaverasiz. Gazetlar ham o'zi kechqurunni savdo qildik faqat. 10-11 gacha mana shu odam bor aka. Kelishaveradi, eshigimiz ochiq. Xudo xolasa, postoyanno bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Kunduzmi, kech paytmi, biz aytib qo'yapmiz, kech payt savdo qilaman degan ham sharoitlar bor. To'g'ri. Onlayn savdo ham qilib beramiz. Xo'p. Rossiyskiy, 3 ta rossiyskiysi bor. Ular ham o'ta udarlari, tozalari. Akalar, endi bahslaringiz bular ketaveradi, qancha bo'lsa to'g'risi. Ular zo'r bo'ladi bularda. Yeb ichishlar o'ta zo'r ekan mollar. Sinaqda ham bo'lib qoldi, to'g'risi. Yemoq ichmoqlari o'ta zo'rlari. Buqa istab yuribmidingiz? Xudo xolasa bugun ishingiz bitadi aka. Mana ko'ring. Buqani holatlarini. Mana bax qo'ying. O'ta polvonlari haqiqiy yuzlar aka. Yuzlarni qarang mana aka. Qarang janovorlar. Yeyishini biz emas, molni o'zi aytayapti. Qonvoshini qarang janovorlarki. Mana o'nganlarni qarang. Holatlarini zavodskiy to'qol ekan. Hammasi quloqda chiplari bilan, skanerlari bilan. Haqiqiy rossiyskiy. Haqiqiy rossiyskiy aka. Qozoqniki bilan aralashtirib qo'ymaysizlar akalar, bilasizlar. Rossiyskiy kuchli bo'ladi, ham
yog'sizroq ketyapti to'g'risi. Ham yog'siz go'shtdor proteinli. Haqiqiy go'sht yo'nalishida bu qolardaki. Gap yo'q. Xudo xolasa baqib maza qiladigan. Hurmatli chorvadorlar, baylavering. Narxlarini ham aka bitta aytib ketaylik hammasini. Kam bo'lmang. Akalar mana Qiziqqaniga, yana misol bu 3 tani bir ham aytaman. Qiziqqaniga o'zini aka narxini ham xudo xolasa yo'lda qilib beramiz. bo'ladi, cho'zmimiz. Mol o'ziga qarab bahosini berishsin aka. Ko'ryapsiz bunaqalarini toza olib qolsa 32 million, 31 million bozorlarda ham aka o'zingizdan. To'g'ri, to'g'ri. 31, 32, 30 ham emas. O'zini realniy olaman deganiga aka 29 million so'mga dastavkasini mendan yetkazib beraman aka. Gapirtirasizmi? Yaxshi aytdingiz. Endi talashmadi, obunachi demasin. Aytganim bo'lmaydi. Yana bo'lmaydi. xayri bor aka, kelishamiz murosa qilamiz. Aytganim bo'lmaydi ekan akalar. Xayri ziynati bor. Xudo xolasa kam go'shtini qilib uyingizga yetkazib beradi. Jono. Shuni qarang aka. Bo'yin soladi, xudo xolasa oqa chiqadi yana go'shtlar buqa bo'ladi. Yengil uni maqsad sotish bo'lyapti aka. Bizda yengil qo'yapmiz. Sotyapmiz xudoga shukr. Hurmatli chorvadorlar, bo'ldi, haydama. ko'p kuttirmaymizda. Narxlarni ko'rasizlar, bitta ham aytib, xudo xolasa kelaverasizlar. O'ta polvon aka mana bu ham. Rangi ham bo'lashi, rangi. Qora qizilidan, qora qizilidan. Qora qizilidan. Buni ko'rasiz, bordi. Buni sherigini ham chiqamiz aka. Bordi vesivet. Sherigini ham ko'rsatamiz. Video cho'zilmasin, tez-tezda arga bilan juplab qo'yamiz. Mana bu. Bu qadar. Bu qadarda yurgizyapmiz, ko'ryapsizlar, hammasi sog'lom, xudo xolasa ishonchli. Hijolat qilaman aka. Asal ishonchli joyidan sizlarga. Bu ham to'qol varianti ekan. Uzunligini qarang, qulog'ida g'aranini ko'ring. Haqiqiy rossiyskiy buqalar akalar. Uni ishqibozlar o'zi yaxshi tushunadi aka. To'ygan Rossiyada endi yaxshi. Bu ham sementalli bir gibrid aka. Ha, bular oddiy Greenford emas aka. Shunaqa. Sementalli gibrid, o'zi uchalasi ham. Birinchida yesa ham bu ham. Mollar chunki uzunliklarini ham qarang. Qo'zoqda buqalar, oyoq qo'li ham, o'zi ham. To'g'ri. Bular kurak yo'q-a, uchovini ham. Yo'q, bular bo'za aka hali. 1,5 yosh atrofidagi buqalar. Mollar ham o'sib, ham semiradi. Qancha berishsin? Habibullo? Aka, bularni qiziqqaniga keyingi jupligini. 29 emas, jupini 28,5 million so'mdan hayli kami bor bularning ham. Ikki jupini. Ha. 28,5 million so'mdan. Hayli kami bor. Endi 3 tasini qiziqqaniga yondirib qo'yaylik aka. Aytingchi qani. 28,5 29 emas. 3 realniy olaman deganiga men ham pastga pul bo'shatishga oson maza qilsam 28 million so'mdan ketdi aka. Bor aka. Dastlabki sizdan yana nimada o'tib berasiz? Narxda aka o'zlari ko'rib baho bersin. Obunachilar. Akalar. Aka, olib qo'ying. Buqalarning sortiga adashmasin aka. To'g'risi bor-u, kichkinasini 25 va 26 ming olishyapti. Aka, necha qo'ysangiz, men kattasini olasiz. Ular aka 5 to'rov mehnat qilingan mollar. To'g'ri. Olib boradi, yemga bosoradi. Narxlari aka, xudo xolasa tevara atrofga bemalol solishtirib ko'rsin, behijolat. Yo'q, narxlari, holatlari, aka-ukalar bo'ybastlari ham kichkina buqalar emas. Kelib ko'ring, katta, xudo xolasa yana o'simi bor. Bularni yemoq ichmoqni bilasizlar. Ularni qarang. Baqqalar hammasi biladi mana. Uchovi ham kuchli. Filmni o'yinib baqaman degani kelaveradi aka. Xudo xolasa uchovini ham bir joyga zonah bo'ldi. Endi navbat joning sog' bo'lgur. Shvedlarga. Qirg'iziston shvedlarga. Bitta mol Savayskiy shvedidan bor. Bu ham o'ta polvon aka. Bu Savaydikimi bu? Ha, tagi Savayskiy shvedman aka. Voy jono, uzunligi ham uzun ekan mana shu qoni. Og'iz ko'rishadi aka. Hali go'dak, orqalari keng, sutga to'ygan. Tuyalarni ko'ring, butun. Aka, qarang ketishini. Katta buqa ekan bu ham. Mana qarang. Hozir ayog'ini ko'rsaman sizga. Tuya haqiqatan tumaloq, butun ekan tuya. Yurgan buqada bir joyda turib qolgan bo'lmas aka bu. Bu qarang tuyag'ini. Butunligini qarang. O'nganlarni qarang buqada aka. Xarakterlari ham achchiq joyga turadigan. O'ta yuvosh ekan, tozasi ekan bu qarang. Bitta bizga qarab qo'y. So'ngga tushib berasanmi? Video telefonni yopamiz akalar, bu qarang turishini. Bu qarang janovar aka. Peshonasi oqi ham zo'r tushgan ekan lekin bor-ku. Janovar bekami ko'rsa aka. Aka, haligi bezaydi, polvonligiga e'tibor bersin. Haqiqiy oq tumshuq, oq quloqni baqaman degan ishqiboz. Uzunligini qarang, uzunligini buni jonivordi. Zotga ham tushiradi ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa zotga ham tushiradi, go'shtga ham tushiradi.
Go'shtga ham nihoyatda polvon bo'lib, go'shtlar o'lib semiradigan. Hali yosh o'simi ham bor aka buqani. Yo'q, bu katta buqa bo'ladi, xudo xolasa. Orqoqli o'ta baland ekan. Ha, keti ham tikkada, suyrum ham ekan. Qancha berasiz Shvedda? Bu savayskilarni to'g'risi ko'ryapsiz, aka mana qo'rg'onda boryapmiz bozorlarga. 35 million, 33 million. Hozir bir chekasidan chiqyapti. Har yakshanba Qo'ndipani Savayda bo'ladi. Bir videolarni ko'rsangiz bilasizlar, narx-navoni kichkinasi ham pul aytishadi. U yerda Shved borib qolsa, Shved qadri bor bu yerda. Hech pul. Baqqani biladi-da, Shved qadrini baqqan odam biladi-da, bo'limini. Buni 31 million, 30 million demayman. 29,5 million so'mga har kamini qilib beraman aka. Akalar, o'zini 30 million desam, yarasha oladigan bor. Menda 30 million yo'q. Akalar, to'g'risi 29,5 million yana kami bor aka. Instagramni ko'rganlar bo'lsa, kirib ko'ringlar, 30 million 500 ming so'mga kichkinasi sotildi, Instagram qo'yib qo'yganman. Bir ko'rib ko'ringlar, shu Savayda bo'lgan, shu bozorda bo'lgan. Tavsiya qilaman, akalar, mana narx. Maqsad sotish. Buni maqsad sotish. Kimdir buni 35 million kam bor deb qo'yadi, to'g'risi-da. To'g'ri. Bozorda yuribmiz ham, YouTube'larda ko'ryapmiz. Narxni yaxshi aytdi. Inshaalloh yengilroq oldik, bizdan olgan odam ham baxsin, maza qilsin, yengilroq olsin aka. Akalar, olib turib haligi boladan oluvdim, Mashhabullohdan. Yana olaman deb telefon qilasiz, inshaalloh. Qarang, jonivorlar xarakterini ham. Kimdir shunaqa bo'lib istab yuribdi. Mana aka, puli arzondan chiqib qoldi. Hamma joyi sog'lom, oyoq qo'li butun. Xudo xolasa bu qani. Hayvonlarni kichkina odam emas, akalar, bu bola ham kichkina odam emas. Polvon xudo xolasa. Oldida to'g'risi yo'qolib qolmayapti mol. Bayloring. Jonivor, uzunligi, qatdan aka bu. Orqalari hamma joyi kelgan, yuvoshligi ancha qo'pol buqa ekan. Nimaga valo? Nasib qilsa hammamiz shunaqa buqalar baqish aka. Mana. Bu qarang holatlarini. Xudo xolasa aka, mollarni sortiga baho berishsin. Bizda inshaalloh ko'p bo'lmasa ham, lekin mazmunli, sortli buqalar. Inshaalloh olgan odam baraka topadi. Qo'ldan kelgancha yaxshisini olib kelishga harakat qilyapmiz aka. To'g'risi, Habibulloh bu sohada ko'p yillar yuradi, mol yaxshisini olib kelib, akalar, bo'lmasa vaqf qiladigan inson to'g'risi. Shuning uchun akalar saralarini olib kelib qo'ygan, kelib, hammasini ko'rib, yoqtirganingizni olaverasiz. Buqani gigantidan baqaman degan aka. Bu yomon ko'rindi. Buqani jonivordi. Katta ekan bu aka, katta ekan. O'zi yem yeb turgan, u barib yemga sola oladigan bu aka. Hurmatli chorvadorlar, baqasiz, ko'p boqmaysiz buni ham. Inshaalloh bir etabi bo'ladi. Bir etap mol ko'tarish etabi yaqinda bo'ladi. Adashmasam. Ashnaqda ashpat tayyor bo'ladigan variant ekan inshaalloh. Hozir ko'ryapsizlar, semizlarni narx-navolarni o'sha bir ko'tarildi o'sha paytda inshaalloh. Xohlasa aka, baqib baraka topadigan mollar. Buni bizdan olgan odam etlari ham rosa bo'shab qoldi. Qarang bo'yinlarini buqani. Mana turishlari. Etlar rosa bo'shagan. Ha, kundan kun berasiz, kundan kun o'zgaradi. Katta buqa ekan. Jonivor bo'yi ham bir quruq chiqadimi Habibulloh? 130 plyusga olsin aka. 30 plyusga olsin. To'g'risimi qarang? Aka buni narxini aytsin, narxini. Qancha? Kichik ekandir, bu katta buqa ekan, mashinasiga 32 deydi, 31 deydi. 30 ham demayman men aka. Yo'q-ay. Realniy olaman degani 29 million ham yo'q. O, narxni eshiting. Bizda kanalizda aka obunachilar uchun bo'lyapti. Yengil. Olaman degan realniysiga 28,5 million so'm, kam ko'sta xayri bor yana. Kam emas. Tortishmaydigan akalar, tortishmayni aytib qo'ydi-yu, yana xayri kami bor deyapti. 28 million deganiga bo'ladigan gapni gapiraymi? Narx yonsin bugun. 28 million so'mga ishiga kirib boradi aka. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Akalar, vodiy bo'ylab 28 million so'mga uyingizga boradi. Qiziqqani bosib yuborsin. Mana. Olsa maza qilsin aka. Hadi boru 45 million 50 million buqa bo'ladi. Xudo buqa nihoyatda gazli buqa. Akalar, buqa sog'lom kelib, yedirib, hijolat mana. Yugurtirib, o'ynab tursin aka. Yugurtirib olaverasiz. Narx bunaqa ekan demanglar, bu qaranglar. Lekin boru tavsiya qilaman to'g'risi. Kichkina bo'zak olyapsiz 20 millionga buni oyog'i keladi to'g'risi. Tavsiya qilaman. Mana shunaqa olsalaringiz ko'proq daromad qilasizlar. Joning sog' bo'lgur, mo'y ham bor-ku. Yana bitta polvonidan to'ygan buqa ekan to'g'risi.
Ustiga to'ygan bo'zak hali. Buni yaltirayapti buqa. Mana holatlari. Jonivor. 4 son. 4 sondan istovmidingiz? Mana sizga. 4 son buqa. Bu addenli mavzu endi aka. Ne deganlar bel oqidan istaganlar bo'ladi-da. Mana bel oq aka. Yelkasini qarang, yelkasini buqan aka. Yaxlisi turadiganlar mana. Turishini qarang buni. Bu Qirg'iziston parodami yo o'zimiznikimi? Shu oldinroq kelib shu yerda boqilgan bo'lsa kerak aka. Omma tortyapti-da sharqiga. Qarangmi oldi. Uzunligi, holatlari, hali kuragi yo'q shu turishiga. Hali bo'zak aka. Yana o'sadigan bu. Oyoq qo'llarini olib bering, tikka hali aka. Tuyolari butun jonivorda akalar. Lekin xudo xolasa aka, oq, peshonasi oq, qolgan joyi sevirtirmas, so'y berilmasa qiladigan buqa bo'ladi. Foiz ko'p beradi bular. Yelkalari butunlama oldi. Bo'yon yelka, o'mgarlarni qarang. Habibulla, bu nima deymiz narxini? Aka, bugun o'zi yengil olib ketyapti hammasi ham. Hammasi ham zo'r ekan, bir o'tayapti. Xudo xolasa aka, olgan odam baraka topsin. Bizga ham barakotli qilsin. O'zini olaman deganiga 27 million so'mga beramiz aka. Oldi qosh narx qo'ymaylik. 27 million so'mga barakasi ichida dastavkasi ketadi. Dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Xudo xolasa, yana qo'lingizda xayri bor. Inshaalloh gapiradi, ha? Xayr kam ko'sti bo'ladi, gapiradi. Akalar 27 million so'mga buqani manaqangi kuchlisini olib qo'ying. Yana kam ko'stini qilib beraman deyapti, buqa lekin tepasida bor-ku, tepasida. Paqir turib ketib turibdi. Tepasi. Yo'g'on, yapala buqa bo'lar ekan-da. Xudo xolasa. Yapala buqa bo'lar ekan. Ketdik. O'ta beg'am, o'ta beg'am. Tepasi oqimi haqiqatdan yomon tushyapti. Bu palasani. Palasasi kuchli ekan bu. Polvonligini qarang, buqani polvonligini. Mana tepalarini qarang, jonivor-da. Nasib qilsin hammamizga aka. Bunaqa buqalar baqish. Havas qilganlardan lak kutib qolaman akalar, bosib qo'ying, mohonada shunaqa buqalar to'lib tursin. Buqani zo'rlari, chiroylilar, manaqa 4 son buqalar ko'rganda, to'g'risi mohon kelganda kayfiyati ko'tariladi. Shunaqa buqalar bugun. Endi shvedlarga navbat. Bir juft shvedlaridan. Shved istaganmidingiz? Jonivorlar. Mana aka, ular ikkalasini ham turgan joyda ham ko'rib qo'yish olsin. Bo'laveradi. O'ta polvon mollar ikkalasi ham. Haqiqiy ozoqolliksidan. Mana shved. Mana shved. Ikkovi ham bo'zaya bular, xudo xolasa. Bo'zak. Yechib qo'yadi. Nima yechmading bo'ladi demasin aka. Aha. Vallahi hamma yo'g'i joyida. Yechib ko'ring. Aha. Mana. Yechmasangiz ham nimadir deb o'ylashmasin-ku, akalar. Hamma yo'g'i joyida. Zirachkasi og'zida mana aka. Kashani yeb turibdi, yetilasiz ham mana. Jonivorlar. Yeb ichishlari nihoyatda zo'r. Bir hafta sinovi bor aka. Mana holatlar. Oyoq qo'li uzun katta buqa bo'ladi bu. Yosh hali. Bu nihoyatda o'sib ketadigan ko'chat aka. O'shanaqa ekan. Habibulla, buni juplamizmi yo o'zini? Ikkovini jup aytaylik aka. Hop, baylam buni. Qiziqqani yakka-yakkasiga ham kelishaveramiz yana. Baylam mashina bilan yurgizib ayting. Mashina bilan yurgizib bering. Ikkovi jup. Ikkovini jup olaman desa aka, ularni ham yengil qo'yamiz narxini. Hop. Ikkovi jupini. O'zi hech yo 26 milliondan, jupini 50 million deydigan aka. Bizda unaqa narx bo'lmaydi. Bo'pti, qani? Mana ikkovini olaman deganiga 500 mingdan bo'lsa ham 1 million 49 million kam bo'ladi. Oson 48 million so'mga 24 olib bitadi. 24 million so'mdan. Shvedlarda xayri kami bo'ladi ham. 24 million so'mdan donlab nima deymiz? Tanlasa kelishaveramiz, tanlashiga qarab aka. Tanlashiga qarab. Aka, lekin jupini ko'p farq qilmaydi lekin. 24 million so'mdan vodiy va dastavkasi ichida xayri ham bor. Xayri ziynati bor qo'lim aka. Mana nima deyapti? Mashaalloh. Olgan odam baraka topadigan mana shunaqa narx istovmidingiz? Mana bosib yuboringlar. Inshaalloh istab yurganlarga yetib borsin. Jonivorlarni hammasi 8 oy ham bir-biridan go'zal, sifatlik, 4 son, oyoq qo'li baquvvat. Moling bormisa, bor degan buqalarda video obzor qilib berdik. Qaysidir buqa yoqqan bo'lsa, kelaverasizlar. Inshaalloh. Akalar, ish putadi. Sharoit zo'r. Kelib, ko'rib, любой moment savdolashib olaverasizlar. Постоянно shu bolada shunaqa buqalar bo'ladi. Nomer sanatib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi buqalar topib beradi. Gap qolgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Inshaalloh bunaqa buqalar ko'p hali. Salomat bo'linglar.